gapirmayman deyman-ku, gapirmasam bo'lmadi. Instagramga qatga kirsangiz, ayollarni eshitish kerak, ayollarni tushunish kerak, ularni tushunish uchun ularni tinglash kerak, ularning o'zini joyi kerak, ularning o'zini fikri bo'lishi kerak, ayollarni rozi qilish kerak. Qachondan beri bir ummatning farzandi, bir O'zbekistonning o'g'loni, bir musulmon inson, bir erkak kishi xizmat qolib, maqsad qolib, da'vo dard qolib, bitta xotinni rozi qilishga, bitta xotinning nafsini qondirishga umrini sarflagan bo'lib qoldi. Qachondan bu narsa paydo bo'ldi? Nima uchun nafs davomman aytaymi? Ayollarni biz eshitmadikmi? Biz eshitdik. Ayollar, masalan, men eshitayotgan. Shu vaqtgacha sizlar uzoq yillar, ming yillar nonni qo'lda yopardinglar. Hozir magazindan olib chiqilyapti. Sutni qo'lda sog'ardinglar. Hozir magazindan olib chiqilyapti. Xamirni qo'lda qilardinglar. Hozir magazindan olib chiqib berilyapti va buni erkakni cho'nchagidan qilyapti. Ayollarni eshitmayapmizmi? Kirni qo'lda yuvardinglar. Hozir mashina yuvyapti. Parashokini ham, tokini ham erkak kishi to'layapti. Bolani tegini silib yuvardinglar. Hozir pampers qilyapti. Uni ham pulni erkak to'layapti. Ovqat qiladigan har xil texnologiyalar, har xil guz pishiradigan, fri pishiradigan bir narsalar. Butun hozirgi zamonaviy industriya, texnologiyani hammasi xotin kishining qo'lini bandlikdan olib, uni rozi qilish uchun erini cho'nchagidan pul olish uchun ishlayapti. Yana biz rozi qilmayapmizmi? Qachongacha bir erkak kishi, bir jamiyatning a'zosi dunyoda o'zini o'rnini topib, xizmat qilib, vatani uchun, millat uchun qayg'urish o'rniga bir ayolni nafsini roziligi uchun harakat qiladi? Qaysi jamiyatda erkaklarga qanaqa bo'lish kerakligini xotin chiqib o'rgatadigan bo'lsa, bilib qo'yinglar. U jamiyat tanazzulga yuz tutadi. Illo onasi bo'lsa farzandiga aytishi mumkin, o'g'lim, erkak kishi bunday bo'ladi deb. Qatga qarasangiz, o'zi bitta oilani qoyil qilmagan, o'zi oilasi bo'lsa ham ana yerda erini o'zi boqadi, chiqadi internetga ayol joyi bo'lish kerak. Ayol unaqa, hech kimga eshitmaylar, hech kimga bo'ysunmaylar. Sizlar endi o'ylashinglar mumkin. Bu johil ekan, bu zolim ekan. Meni qanaqaligimni, meni uyimdagilar biladi. Men bu yerga chiqib maqtanishim, tushuntirib berishim, ko'rsatib berishim shart emas. Pozitsiyamni aytishim mumkin. Shokat ekan borlar, ayollarni huquqlari to'g'risida gapiradilar. Shokat Hasan. Shokat ekanga men qo'shilaman hamma videolarga. O'sha yerdan bilib olsanglar bo'ladi. Qolganiga do'stlar, bilib qo'yinglar. Bitta ayolni nafsini qoniqishi uchun butun umrim men sarflamayman, luboyiga. Bunaqa erkaklarni biz agar tarbiyalasak, bizning qo'limizda na dunyo bo'ladi, na davlat bo'ladi, na oxirat bo'ladi.